Sendvich aslida taom emas, inson ismi sharif ekanligini bilarmidingiz? Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Bundanda qiziqarli faktlar bilan bo'lishaman. Haqiqatan ham buterbrod sendvichlari Britaniya grafi Sandwich sharafiga nomlangan. Graf o'ta qimorvoz bo'lgan va karta o'ynab, go'sht yeyotganida qo'llari yog'lanib ketmasligi uchun ikki bo'lak non orasiga go'shtni joylaydi va o'zi bilmagan holatda biz hozir sevib iste'mol qiladigan yemakni kashf qiladi. Undan ham qizig'i, inson yaratgan birinchi sho'rva begemot go'shtidan qilingan ekan. Sho'rva 6000 yil oldin tayyorlangan. Hozir esa uni minglab turlari mavjud. Sizga qanday sho'rva yoqadi? Fikringizni izohda yozing. Yana bir qiziq fakt. Eng qimmat bifteklar Yaponiyada Wagyu sigirlarning go'shtidan tayyorlanadi. Bu sigirlar Yaponiyaning Kobe shahri yaqinidagi yaylovlarda boqiladi va u yerdagi o'tlar noyob genetik soflikka ega bo'lib, delikatesning narxi 1 kilogramm uchun taxminan $350 tashkil etadi va u eksport qilinmaydi. Ya'ni yegingiz kelsa, joyiga borib tanovul qilishingiz kerak. Go'sht mahsulotlari haqidagi yanada ko'proq foydali va sifatli kontentlarni sahifamdan topasiz.